uxlashdan oldin va uyqudan turganda nima deyishimiz kerak? Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Imom Buxoriyda keladi. U kishi aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar to'shakka yotsalar, uxlamoqchi bo'lsalar, bismikallohumma amutu va ahya derdilar. Va qachon uyg'onsalar, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur der edilar deb rivoyat qiladilar. Demak, uxlashimizdan oldin shuni o'zimizga va bolalarimizga odat qilaylik. Bismikallohumma amutu va ahya. Ma'nosi, sani isming bilan o'laman va sani isming bilan yashayman. Ya'ni meni o'ldiradigan ham sensan Robbim, meni tiriltiradigan ham, yashatadigan ham sensan. Chunki uyqu ham kichkina bir o'lim hisoblanadi. Biz har kun Alloh taolo o'zi eslatadi bizga o'limni. Shu uxlab turishimiz o'zi kichkina bir o'lim. Undan keyin katta bir o'lim bor, uzoqroq bo'lgan o'lim. Uyqudan turganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni o'ldirgandan keyin tiriltirgan Allohga hamd bo'lsin dedilar. Ya'ni bizni uxlatgandan keyin kichik o'lim, tiriltirgan, yana hayot bergan Allohga hamd bo'lsin. Va qayta tirilish ungadir. Ma'nosi shu duoni o'rganib olaylik va farzandlarimizga ham o'rgataylik. Alloh taolo manfaatli qilsin.